Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun Dubaydagi Golf Hills proyekti haqida qisqa ma'lumot beramiz. Bu proyekt Dubai Hillsda joylashgan. Endi bunaqalar uchun Dubayda kartasi Dubai Hills mana shu lokatsiya hisoblanadi. Quruvchisi Imar. Lokatsiya jihatdan juda ham qulay joyda joylashgan. Ko'rayotganlaridek Al Hayl Road, Umsukem roadlari bilan o'rtasida. Bu yo'llar orqali Dubayda katta boshqa magistrallariga qo'shilish mumkin va bu yerda o'zidan masalan Dubayda asosiy joylar Dubai Downtown, Marina, Palmalar, Kite Beachlar boshqalar o'rtacha 10 minutlik masofada joylashgan. Aeroportlar Dubai aeroporti yangi tushayotgan Al Maktoum aeroportlari o'rtacha biror 20 minutlarda yo'llik hisoblanadi. Lokatsiyani o'zi qulay, har taraflama yaqin. Keyin lokatsiyani o'zida ham kerakli qulayliklar bor. Juda ham ko'p qulayliklar bor. Masalan, ulardan sanab o'tamiz, Dubai Hills Mall, Dubaydagi katta mollardan biri. Kerakli hamma obyektlarda o'zlari bor. 100% hozir operationda, ya'ni ishlayapti. Dubai Hills Park bor, 2 kilometrlik park, bir qancha katta yashil zonalari bor, polялari bor, bolalar o'ynaydigan joylari bor, bir qancha kattalar shug'ullanadigan joylari bor. Juda ham katta lokatsiya. Mana bu tarafda golf polidan iborat. Xo'p, biz aytayotgan proyekt shu Al Hilldan kiraverishda joylashgan, mana shu lokatsiyada joylashgan. Xo'p, mana shu joyda joylashgan. Xo'p, bundan tashqari Dubai Hillsda o'zida maktablar, больницаlar, yana nima desak bo'ladi? Yana boshqa qulayliklar bor, kerakli insonga kerak bo'lib qolishi mumkin bo'lganda. Xo'p, biz aytgan Dubai Golf Hill site mana shu joydagi mana shu uchastkada qurilyapti. Mana ko'rayotganlik уже qurilish ancha davom etyapti. Hozirda уже 30% atrofida qurilgan. Bu proyektda 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroomli apartamentlardan, ya'ni kvartiralardan iborat bo'ladi. Proyekt o'zi basement, ground floor, podium level, keyin 20 etajdan iborat bo'ladi. Sizlarga hozir qasam ko'rsatamiz uni. Mana bu broshurasi. Mana bu uylardan qanday vid bo'lishi, qanday ko'rinishlar bo'lishi, golf kursiga qaragan uylar bo'ladi. Joylashuvi haqida, bu binoning o'zi qanday ko'rinishi. Umumiy juda ham ko'p emas, 184 ta kvartiradan iborat bo'ladi. Aytganimizdek 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroomli kvartiralar, bularni planirovkalari bilan ham inshaalloh ko'rsatamiz. Mana bu qanday ko'rinishi, mana bu mehmonxonada. Xo'p, uylar mebelsiz beriladi, pod ключ, ya'ni remont bilan faqat mebelsiz beriladi. Bu yotoqxonalarning ko'rinishi va bu reception qanday bu holatda bo'lishi. Bu mana basseynlari. Xo'p, kvartiralar o'zining qulayliklariga ega bo'ladi. Basseyn, bolalar o'ynaydigan joylari, mehmon kutadigan joylari bor, ba'zi bir xonalari bor, o'yin xonalari bor, boshqa bolalar o'ynaydigan joylari. Shu mana kerakli qulayliklardan iborat bo'ladi. Ya'ni sport zal, yashil zonalardan. Bunga kerakli hamma narsalar o'zida bo'ladi. Xo'p, endi buni planirovkalariga keladigan bo'lsak, mana bu 2 xonali uylarda planirovkasi. Bu endi boshlang'ich kvartiralar shunaqa joylashgan bo'ladi. Buni ko'rayotganingizdek, kirish, mana ochiq oshxona, mehmonxona, mana bu yerda sanuzel, garderob va yotoqxona o'zlarining balkonlari bilan. Umumiy kvadrati o'rtacha 75 kvadrat atrofida bo'lyapti. Etajiga qarab, joylashuvga qarab ozgina o'zgarishi mumkin, ko'proq yoki ozroq. Xo'p, endi bu 3 xonali uylardagi, mana ko'rayotganingizdek 3 xonalikda 2 ta tipajdan iborat. Bu bittasi corner unit deyiladi, ya'ni burchakda joylashgan 3 xonali uylar, ya'ni 2 bedroomli xonalar. Mana ko'rayotganingizdek kirish, ochiq oshxona, mehmonxona va balkon. Mana bu asosiy yotoqxona, o'zining garderobi, sanuzellari bilan birga va bu ikkilamchi, ikkinchi yotoqxona va bu общий sanuzel. Xo'p, ko'rayotganlaringiz bu yerda katta balkondan iborat bo'ladi. Xo'p, keyin bunda yana boshqacharoq varianti bor. Xuddi shu deyarli hammasi bir xil, master bedroomlari, ikkilamchi yotoqxonalari boshqalari. Bu endi o'rtada joylashgan,
to'g'ridan to'g'ri golf poliga qaragan kvartiralar. Bularda ham mana ko'rayotganingizdek qisqacha kirish, ochiq oshxona, mehmonxona, mana yotoqxonalar, garderob, sanuzel, bunaqa balkonlardan iborat. Aytadigan bo'lsak. Xo'p, lokatsiya jihatdan juda ham yaxshi joylashgan. Men uni hozir ko'rsataman. 3 bedrumlilar, bu 3 bedrumli ikkita burchakda joylashgan. Bir-biri bilan shunchaki mirrored deydi inglizchalar, ya'ni teskari qilingan holda qurilyapti. Umuman xarakteristikasi bir xil, o'rtacha 150 kvadrat. Mana kirish, oshxona, yotoqxona, mehmonxona, balkon. Mana bu ikkilamchi yotoqxona va ularning общий sanuzeli. Mana bu birlamchi yotoqxona, o'zini garderobi va sanuzellaridan iborat. Bu endi qo'shimcha sanuzel. Xo'p, ko'rayotganlar qo'shimcha xonasi ham bor, mana study room, o'zini anaqasi bilan, nima edi, sanuzeli bilan bilan. Lokatsiya jihatdan juda ham zo'r. Xo'p, joylashuv jihatdan menga yoqqan tarafi juda ham har taraflama har bitta uyda o'zini vidi bo'ladi. Ya'ni joylashuvdan qat'iy nazar, mana aytganimizdek bino mana shunday tushyapti. Mana zdaniyani o'zi mana shu yerga quriladi. Ya'ni 3 bedrumlar bu kornerda, общий 2 bedrum o'rtasida ham 2 bedrumli bo'ladi. U bu yoqqa qaragan bo'lsa, 1 bedrumlar hammasi bu yoqqa qaragan bo'ladi. Lekin ko'rsatganimizdek binoda o'zining qulaylari shu tarafda, podium levelda, mana bu yerda basseyn, bu yerda yashil zonalar, bolalar o'ynaydigan hammasi shu tarafda bo'ladi. Ya'ni vid degani ko'rinish jihatdan juda ham ikkala taraf ham qulaylikni, yaxshi vidga ega bo'lgan uylardan iborat bo'ladi. Narxlari ham bu joy uchun juda ham yaxshi. O'rtacha 450 ming dollardan boshlanyapti. Ya'ni 1 million 700 dirham o'rtacha. To'lov plani 80-20, ya'ni 80% qurilish davomida 20% bunaqa kalit olinayotganda boshlang'ich to'lovlari 20% plus DLD bilan boshlanyapti. Xo'p, bu shu proyekt haqida qisqacha ma'lumot. Biz Dubayda bo'layotgan qiziqarli investitsion proyektlar haqida, yaxshi proyektlar haqida informatsiya berib boramiz inshaalloh. Kanalimizga a'zo bo'linglar.